Oxirida yasab oldik. Endi suv idishiga hafsala qilamiz. Ketdik. Endi parranda ferma bo'lgandan keyin kunli ahvol juda ham dabdala, juda ham rasvo. Bu tomoni вообще dahshat, apokalipsis bo'lyapti. Ularga asobi e'tibor bilan tozalab chiqamiz, xudo xolasa. Uborka jarayonini ham boshlab oldik. Soldat yordamga kelgan bugun. Maza yo'q, qiyinchilik baribir. Bir kishiga qiyin bo'lar ekan. Najuncha. Boqqan yerga narsaga boqish kerak. So'rta voy. Sotib ham maza qilasizmi? Aralarda nima ish aralar? Suv idish xudo xolasa tayyor bo'ldi. Juda ham akkuratli chiqdi. Asosiy maqsad qurug'inga qoldirish emas. Bunga bochkamiz bor. Shu bochkaga hozir moslaymiz. Kerakligida dorilash kerak bo'lgan paytda bochkaga litrarini to'g'irlab, gramlarini to'g'irlab, multivitaminlari, shunga o'xshagan vaziyatda kontrol qilishadiganlar. Tekshiruvchi va yaxshi bo'ldimi ekan? Kontrolchilar. Xulosa eskiroq o'xshaganimiz bor edi. Va eskilikka boradi, yangisini ishlatamiz. Yangi joyga yangi bo'lsin. Faqat buncha kichkinaga telefon qo'yamiz. Optimda podvalda sotadigan akamizni mahsulotlari. Ipli. 2 metr bering desam menga skidka berdi. Gref bo'ldi akam tomon. Ato'sha aka, rahmat, ancha foydali. Sifati zo'r ekan. Bu xolisa suv idishimiz ham tayyor bo'ldi ancha. Yaxshi. Juda akkuratdan chiqdi. Yem idishimiz yana bittaga uzaydi. Bu tomonda, bu tomonda bo'ladi. Nasib bo'lsa, oxirigacha yem idishimizni suv idish qilamiz, xudo xolisa. Endi tekshiramiz. Bochkamiz shu balandlikda bo'ladi, xudo xolasa. Shunday tushadi. Hozir bunga suv to'ldiramiz. Bitta tekshirib boramiz endi. Suv ham jasroq bo'lib ketmaydi, joylar ham ho'l bo'lib, dabdala bo'lib, cho'chqaxona bo'lib ketmaydi, xudo xolasa. Ayyoq, xudo xolasa.